Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatli tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Ostanda vabo kasalining tarqalganlik sababidan enik onaning vafot topganligi, 7 yoshli Podshohxonning shu kundan boshlab hech qanday yor yo'laksiz qora yetimga aylanganligi va o'ziga o'xshash bir qora yetim 3 yoshli Barnoxonni beqib olganligini o'qib o'tdik. Әмді davamını o'qiymiz. Acharchilik bütün elini qaplab, bir tal non uchun kishilar zar-zar yig'laydigan davr boshlandi. Bu mudhish kunlarda bu bir jup yetim bola Allohning himmati bilan vabodan saq qilib 2 yilni xotirjam o'tkazdi. Podshohxon 9 yoshga, qizchaq 5 yoshga kirgan ashu yillarning ma'lum bir kuni Podshohxon maktabdan qaytib kelib bo'g'chisini hovliga tashlab qo'yib, singlisi Barnoxonni chaqirdi. Barnoxon! Ovoz chiqmadi. Barnoxon! Yana ovoz chiqmadi. Podshohxon uning davomli ishining kayniga mögib elib, o'zini izlatadiganligini obdan bilatdi. Shunga yugurib kirib ishining kayniga qaradi. U bu yerdimi yo'q edi. Andin yig'ilgan yotqa ko'rpining kayniga qarab baqdi. U yerdimi yo'q chiqdi. Podshohxon kallasini qashlab uning ismini to'lig'inicha o'yliga chiqib o'gziga qarab beqish uchun shuta bilan o'gziga yamashdi. Barnoxon u yerdimi ko'rinmaydi. Shuning bilan uning kallasiga darhol bir o'y kelib, hovlining burjagidagi kona tunurga qarab baqmoqchi bo'ldi. U o'gzidan aldirab tushib kona tunurning ichiga qaragan edi. Degandek singlisi Barnoxon tunurning ichida tugilgunicha mukib o'tiradi. Barnoxon, mana ko'rib qoldim. Qizchaq viliqlab kulgunicha tunurdan chiqdi. Aslida Podshohxon uning bu yerga yo'shchirinib olganligini o'ylab kiribla o'qib bo'lgan edi. Lekin u singlisini xush qilish uchun bayamqi izlab topolmagan harakatlarni qasddan qilgan edi. Astag'firullah Barnoxon. Bu nechinchi qitimligi qarang-a kiyimlaringizga paskin bo'lib ketganini. Endi bu yerga bukib olmang, dedi Podshohxon singlisiga yolg'ondan ochiqlangan bo'lib. Ma'qul aka, endi unda qilmayman, dedi qizchaq kulguncha akasining putini quchoqlab. Daim shundoq deysiz, lekin unutib qolasiz, dedi Podshohxon singlisining beshini silab erkiltib. Qarang-a, sizga nima keldim? Podshohxon bo'g'chisidan tosh varaqi yirtilib ketgan bir tal rasmli kitobni sug'urib ilib singlisiga berdi. Barnoxon kitobni qo'liga elib shunda xush bo'ldi. Umu uyga yugurib kirib ketib bir narsani alqinda ching tutqunicha akasining oldiga chiqdi. Aka, buni sana saqladim. Qarg'ina buningga. Barnoxonning qo'lida tayoqliq kampitdan birsi turadi. Voh, nadin topding? Aldim shu. Sen bergan pullarni yig'ib qo'ygan. Podshohxon xushal bo'lib, kampitning qog'ozini aldirab ichib og'ziga soldi. Barnoxon akasini xush qilganligidan cheksiz mamnun bo'lib, akasining kampitni shumiginiga qarab, og'zini tomshitib, levini yalashga boshladi. Podshohxon singlisining kampiti yegisi kelganligini ko'rib, darhol uni og'zidan ilib singlisining og'ziga soldi. Shunday qilib, ular kulishgunicha uyga kirib ketishdi. Aradan necha ay o'tdi. Bir kuni Podshohxon maktabdan qaytib kelib, so'mkasini hovliga tashlab qo'yib, singlisi Barnoxonni chaqirdi. Barnoxon! Ovoz chiqmadi. Barnoxon! Yana ovoz chiqmadi. Podshohxon odati bo'yicha bu yerlarni izlagan bo'lib, tunurning qishiga bordi. Barnoxon, mana ko'rib qoldim. Lekin bu qitim Barnoxon tunurning ichida yo'q turadi. Podshohxon bir oz jiddilashib qoldi. U yugurib uyga kirib, uyning ichiga tafsiliy qarab, yerda chechilib turgan bir qancha rasmli kitobni ko'rdi. Odatda Barnoxon kitobni hargiz yerda qo'yib qo'ymaydi. Podshohxonning yuragi o'rilib ko'chaga chiqib, uning ismini to'g'lashga boshladi. Shu chaqda uyning oldidagi qo'shnisi uningga bir shum xabarni aytdi. Singizni boyatin bir to'p rus saqchilar mashinasiga silib elib ketdi. Nima? Saqchilar tutib ketdi? Shundoq. Ular bizgimi boshqa gap qilmadi. Podshohxon ishkinimi etmasdan shaharlik saqchi idorasi tarafga qarab ushqandek yugurib ketdi. U udul saqchi idorasiga berib, ularning xizmat binosiga qarab mengivdi. Ishik oldidagi qarovullar uning oldini to'sdi. Nega borsan? Saqchi boshlig'ini izlayman. Nima ishing botdi? O'ziga deydigan muhim gap bor edi. Qarovul turkman yigit edi.
U Pashshaxonni saqchi boshlig'ining bala quloqchisi bo'lsa kerak deb o'ylab, uni kirgizvetdi. Pashshaxon eshik tüvüdeki Ruscha xatlardan boshliqning ishxonasini tasda tepib, eshikni chekdi. Kirishga ruxsat qilindi. "Nima ishing bor edi?" deb so'radi xamsimiz rus saqchi boshlig'i turkmanchini buzib so'zlab tamakisini to'g'ri tishlagunicha. "Singlimni tutib akilyapsizlar. Uni izlab kelavedim." "Nima? Biz sening singlingni tutyaptimizmi? Yo'q gapni qilma." dedi saqchi boshlig'i talatini buzib achchiqlanib. "Shundaq, bayam qo'shnimiz o'z ko'zi bilan ko'ribdi." Saqchi boshlig'i Pashshaxonning o'ziga g'azab bilan tikilib qarayotganligini bilib, ko'zini ilib qochdi. "Sen qaysi maktabda o'qiysan? Isming nima?" "Shaharlik Choribog' maktabda o'qiyman. Ismim Pashshaxon." "Kimning bolasisan? Yuragingni qoptaq qilib oldimga keladigan." Pashshaxonning ko'zidan bir xil qo'rqmaslik chiqib turadi, lekin u dadasining ismini hech kimga aytmaslikqa onasiga va'da bergan edi. Shunga bu qitim u rost gap qilmadi. "Dadam men tug'ilganda o'lib ketibdi-ekan. Uning ismini bilmayman." Haromdan bo'lgan itning bolasi. Yo'qol. Singlingni biz ko'rmadik." Saqchi boshlig'i Pashshaxonga ko'z qirini salmagan qiyofatda kaynini qilib turib tamakisini sho'rashqa boshladi. Pashshaxonmi bo'sh kelmadi. "Itning bolasi deb senlarni deydi. It bo'lmagan bo'lsang, yiroq yerdan yundim arab kelmas eding." "Nima dema?" Saqchi boshlig'i oldidagi necha yoshlik bir shumtakning shuncha gapni qo'rqmay deganligini anglab g'azabdan yerilay dedi. U oldirab ustildagi knopkani besib edi, ikki qurolliq rus askari ushqandek kirib bo'ldi. "Ma u haromlikning adivini bir berib tashlab etinglar. U singlisini izlab kelibdi. Har qaysinga shuncha desam yana iz qoldirib qo'yishibsan. Yo'qilish." Saqchi boshlig'i bu qitim askarlarga rus tilida gap qildi. Pashshaxon rus tiliga xeli puxta bo'lib qolg'achqa, uning nima deganligini aniq bilib oldi. U mushu tapda o'zining singlisini qutuldirib chiqa olmaydiganligini, bularning oldida hech nimaga yaramaydiganligini bilib qattiq azoblandi. Askarlar Pashshaxonni to'shqanni qo'liqidan tutgandek yerdan yulibla ilib, ishxonaning oldidagi saynaga qumchoq atgandek etivetdi. Pashshaxon umrida bundaq haqoratga uchirmag'achqa, bu ish buningga bekli har keldi. U o'rnidan amdi turay deyishiga, bayamqi gapni singdirolmagan saqchi boshlig'i eshikdan ushqandek chiqib, askarning qo'lidagi qurolni tortib ilib, miltiqining yog'och payniki bilan uning yuziga qattiq birni urdi. Pashshaxonning ko'zidan o't chaqnagandek bo'lib, zamin piqirab olamni qorong'ulik bosdi. U santirilib o'rnidan turolmay yiqilib qoldi. Qopiqidan etilib chiqqan qip-qizil qon saynani bir oldi. Saqchi boshlig'i buningga qanmay yana urmoqchi bo'lib edi. Askarlar boshliqiga yaxshichaq bo'lib uni to'sib oldi. Andin askarlar yerda tayoq zarbisidan aylanib yotgan Pashshaxonni 3-4 ni tepib uni so'rginicha darvozaning oldiga chiqib tashlavatdi. Tayoq zarbisidan o'rnidan turolmagan Pashshaxonni yo'ldan o'tgan yaxshi niyatli kishilar yotgan yerdan yulab uyiga opirib qo'ydi. Pashshaxon kechicha og'riq azobidan kirpik qaqmay chiqdi. Amaliyotda uningga eng azob bo'lgani tayoq zarbisi bo'lmasdan, balki umoq singlisining olvostilar qo'lida nima bo'lib ketganligi edi. Pashshaxon onasidan ayrilib qolgandan keyin Barnaxon ismlik bu qizchaqni o'ziga singil qilib, bu uyda 2 yildan ortiq yashagan edi. Uning bilan bir tuqqan aka singildek yaqin o'tib, uningga haqiqiy akalik mehrini bergan edi. Barnaxonmi bek oq ko'ngil qiz bo'lg'achqa, Pashshaxonni o'z akasidek yaxshi ko'ratdi. Pashshaxonning putiga tikan kirib ketsa, Barnaxon tishi bilan tishlab oladi. Pashshaxonmi Barnaxonning putiga tikan kirib ketsa, tishida tishlab tikkanni sug'uratdi. Qisqasi, bu aka singil odatdan tashqari ijil o'tadi. Әтісі Pashshaxon o'rnidan turolmadi. U yerga chaplashib yotganicha ugini andin o'rnidan turib maktabga yo'l oldi. Uning yuzi qulpida ko'kirib ishishib ketgan bo'lib, sinfiga kirganda savodashlar uning atrofiga o'lishib oldi. Pashshaxon maktabda alayda yaxshi o'qig'achqa, savodashlari ham muallimi uningga bekla amroq edi. Lekin muallimi qapqi tushgan holda Pashshaxonni sinfdan chaqirib, mudirning ishxonasiga boshladi. Qeyri mudir Pashshaxonga qarab uningga ich og'ritgan holda aytdi: "O'g'lim, sen o'qishni tamomlashtirolmaydigan bo'lding. Bizni kechirgin."
Maktab müdiri bu gapni deb bo'lib ko'zdiga chiqolmay qolgan yoshni qo'l yog'lig'i bilan surtdi. Nimishqa müdir? Men nim xatolik o'tkazdim? Dedi Poshshaxon hayron bo'lib, müdirning gapini tushunolmay. Balam, buni sen so'ramag'in, menmu aytmay. Ular sen sabablik maktabni taqaymiz deb qopishdi. Shunga meni tushensang. Poshshaxon hammani tushundi. U maktabdan haydilishining sababini heliqi saqchi boshlig'idan ko'rdi. Poshshaxon 3-yillikda o'qigan bilan uning o'qib tugatgan hikoya romanlarini texi cho'ng odamlarim o'qib bo'lmagan edi. U o'rnidan turib bo'xchisini ko'tarib, ular bilan xo'shlashdi. Mang'ar cheg'ida muallimdan boshqa maktabga berib o'qishini davomlashtirsa bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'radi. Muallim bishini chayqab, endi uning bu elda umr bo'yi maktabga ilinmaydiganligini afsuslanib aytdi. Poshshaxon yerga qarab uzun sukut qilib turdi. Andin bishini ko'tarib o'g'illarga xos jasorat bilan maktab darvozasidan chiqib ketdi. Mustamlika ostidagi millatning taqdiri mana mushundoq bo'ladi. Mustabidlar mustamlika rayonida mayli tog'ni talqon qilib, cho'lni bo'ston qildik deb jahon ahliga qorni yirtilg'icha jar solsun, ularning bu yerda qoldirdig'ini faqat bir zambil gandidan boshqa hech narsa emas. Ular qural kuchi orqali yolg'onni uda takrorlab rostga aylantirmoqchi bo'ladi. Ular xalqni beyitib, taraqqiyotni ilgari surdik degan buyuk shiorni ko'tarib oladi. Amaliyotda ularning maqsadi faqat ikki xil. Biri bularning boyliqlarini talon-taroj qilish, yana biri yanala bularning boyliqlarini talon-taroj qilishdir. Bular mana mushu maqsadiga yetish uchun vosita tanlamaydi. Sonsiz begunohlarning xun badiliga oltin qadahlarini to'ldirib, g'alabasi uchun hurra tovlaydi. Mana bu mustabidlarning o'rtaq alohiligidir. Qaranglar, mushu davlatning qonunliq podshohi bo'lgan Poshshaxonmi oddiy bir boshlang'ich maktabdagi o'qish fursatidan mahrum qolgan yerda yana boshqa ishlardan eg'iz etish mumkinmi? Poshshaxon uydagi supida dum yotganicha onasining chapinini quchoqlab uzundan uzun yig'ladi. Singlisi Barnaxonning yo'qab ketishi uningga bekla alam bo'ldi. Rostar singlimni tutib olib, zodi nima qiladigandu? degan savol uning kallasini chirmib olib, uni qattiq beorom qildi. Arqa-arqadan kelgan ko'ngilsizliklar sut uyquda uxlab yotgan Poshshaxonning pishmagan yuragini ezib, uni balalarcha xayol dunyosiga g'arq qilishga boshladi. U ko'p o'ylanish orqali oxiri bir qarorga keldi. U amroq singlisini tutqun qilgan saqchilar bilan elishmoqchi bo'ldi. O'zini miltiqning payniki bilan urgan saqchi boshlig'idan o'ch olmoqchi bo'ldi. Atasını öldürgen, anasını öldürgen qatillardan qisas almoqchi bo'ldi. Uning ko'z oldida u qiziqib o'qiydigan hikoya romanlardagi botur qahramonlar Poshshaxonning o'zi bo'lib ko'rinishga boshladi. U xuddi pishqan yigitlardek o'rnidan chachirab turib, yog'och sandiq ichidagi bo'xchiga tiqib qo'yilgan qog'oz pullardan bir tutamni sug'urib ilib, yanchuqini tomladi. U shu mang'inicha mashinchi ustamning uyiga berib, kitobda ko'rgani bo'yicha bir narsani tikib berishni aytdi. Yana tumirchi ustamg'imi shu kitobni ko'tarib opirib, ichidagi rasmga o'xshatqizib, eg'ir yenikligini tangishigili bo'ladigan bilak kuchini oshirish mashqiga ishlatadigan chiniqish sayminini yasatqizmoqchi bo'ldi. Qo'li gul hunarvallar bu kichik bolaning gapini tingshimay baqdi, lekin uning qo'lidagi bir tutam pul ularni bu ishlarni qilib beqishga qiziqtirdi. Put qo'llarga tingiladigan, isib qo'yib mushlashga ishlatadigan har xil qum xaltalar, cho'ng kichik ishtoniklar hammasi taq bo'ldi. U oldi bilan hikoyalardagi qahramonlarga o'xshash kundalik qiladigan ishlarini oldin planlab yezishga boshladi. U o'zining tamg'a chaplab qo'ygan planiga asosan har kuni atdigan namoz bomdoddan keyin putiga qum xaltini tingib olib, uyning oldidagi ko'chaning u beshidan bu beshiga 3 qitim yugurdi. Uyda nashta qilib bo'lgandan keyin shotining 4-baliqidan sanab 30 ni pastga sakrdi. Andin ingliz tili muallimining qishiga berib savoq oldi. Olgan savoqini to'la yezib qo'li talganda o'ylisiga isib qo'ygan qum xaltasini mushladi. İştankilarni ko'tarib harganda yana turli hikoya kitoblarini o'qishni davomlashtirdi. Bolalar maktabdan qaytganda ular bilan qang'ucha yugurib o'ynab, kech bo'lganda uyiga yenib, hech nimani to'ymay uxladi.
Podshohxon bu ishlarni o'ziga rostila odat qilib oldi. U hamma ishda o'ziga vazifa qo'yib, shu vazifani o'rindimog'icha bo'ldi qilmadi. Uning mashq harakati 4 xil tildan oladigan savuqi borgan sari ko'paydi. Uning ustiga u kitob o'qishga odatdan tashqari herisman bo'lg'achqa, bir kun uningga yetmaydigandek bilinib qoldi. Uning ishtihosi borgan sari ichilib, yeb qursig'i to'ymaydigan bo'lib qilyotdi. Shuning bilan supa ostiga ko'mib qo'ygan oltin tillallarmi aziyishqa boshladi. Shundoq qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh.